Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston Samarqand ahli. Bugungi videomiz Samarqand viloyati Og'daryo tumani Anshloy shaharchasiga kirishda zapravkani orqasida metal zapravkani yonida yana bittasini mana shunday shlaka blok ishlab chiqaradigan kichkinagina seximiz bor ekan. Bir tanishimning sexi, shundan video qilayotgan bo'ldik. Mana bahor keldi, qurilishlar boshlayapti. Endi og'il, naves, tandirxona, baniya, yana zabor, pobor tortaman deganlar uchun mana shunday sifatli mana shu shlaka bloklar qo'yilyapti ekan. Hozir ish jarayoniga yetib keldim. Haqiqatan ham tekisgina shlaka bloklar bir tekis, yaxshi, chiroyli chiqqan. Ovozi baland ekan. Shlaka bloklar yaxshi bir tekis chiqqan. Assalomu alaykum, Murojura, sog'lik yaxshimi? Charchamayapsanmi? Ishlayapsizmi? Tinchmi? Bo'lyapti. Qani xorma endi? Bormi? Ishlamay charchamasdan? Bahor boshlandi endi, xudo xolasa qurilishlarga shlaka blok tayyorlab beramiz, ha? Sifatli qilib, ha? Sifatiga gap yo'q. Sifatini javob beramiz. Xo'p. Bu sexni o'zing ochgansan-a, mana shu o'zing yurityapsan-a? Hali yangi ochilgan sex-a? Shunday oilaviy ochganmiz. Oilaviy, ha? Xo'p. Jura endi bir ma'lumot ber endi bizni obunachilarimizga endi. Bu shlaka bloklar qanday sifat, qanday, necha marka sement quyilyapti? Masalan, mana shu bir rasvor tayyorlashga qanaqa tosh, qancha sement qo'shiladi, shular haqida bir qisqa ma'lumot aytib, keyin narx-navosi haqida bir Buni keladigan bo'lsak, qattiq. tarkibi qum, sement, shundan. Qum, Sement, suvdan iborat. Sement 450 marka ishlatyapmiz hozir. Sement 450 marka. Xohlovchilar bo'lsa zakaz bersa, undan balandroq har xil markalardan tayyorlab beramiz, ha? Shunday. Zaborlar uchun ishlarni tiniq holatda chiqarib beramiz qumdan. Narxini kelishaveramiz endi. Chiroyli sifatli qilib, xudo xolasa. Xo'p, razmerlarimiz, g'ishti razmerlari 36 ga 17 bo'ladi. 36 ga 17, ha? 17 ga 17, balandligi ham, eni ham 17 mi? Shundaymi? Yo'q. Eni 16, balandligi 17 faqat. Eni 16, balandligi 17, uzunligi 36. 36. Razmerli ishimiz. Xo'p, buni bir chiqarishini ham ko'rak, keyin narx haqida gaplashamiz. Qanaqa ishlar ekan bu apparatimiz? Pres yordamida ishlaydi. Pres yordamida? Vibratsiya va pres. O'zini yuki bor, 150 kilolar qaysi chiqib qoladi. Vibratsiya orqali. Mana shu apparatimiz orqali quyilyapti. Bu g'ishtlarimiz mana qanday chiqqanini haqida bir ko'ramiz. Hozirgina quyildi mana shu shlaka bloklarimiz. Yaxshi, chiroyligina. Xudo xolasa, sifati ham a'lo darajada uyaltirib qo'ymaydi, xudo xolasa. Ma'murot Jura. Xudo xolasa, tayyorlarni ko'rsating obunachilarga. Ha, tayyorlari ham bor mana aka. Yaqinroq Samarqand bo'yicha yabayda ko'rsatib keldim. Ko'rsatish shu yerdan. Xo'p, endi narxiga kelaylik, Jura. Narxi hozir 2800 so'm bo'lyapti. 2800 so'm. Donaga ham, optimga ham. Donaga ham, optimga ham. Hozir hammaga bir xil. 100 taga ham, 1000 taga ham, 10 ming taga ham bir xil. Bir xil bo'lyapti, ha? Xo'p, 2800 so'mdan shu yerdan ortib berib yuborishdi, to'g'rimi? Berib yuborish, ha. Ha, agar nima dastlabkasi bo'layotgan bo'lsa, mashina gaplashib beramiz, kerak bo'lsa topib, ha? Dastlabkasiga keladigan bo'lsak, mashinalar ham bor. Ha. Tanishlar bor, hammasi arzonroq narxda men aytsam olib beradi. Olib tushirib berish xizmatlari ham bor. Qolganda telefon qilsa kelishaveramiz. Kelishaveramiz, ha? Shunchalik qimmat bo'lmaydi, baribir.
kelishtirib hammasini. Xudo xolasa chiroyli qilib, ha? Xudo xolasa. Ha. Xo'p, bir telefon nomerlarini ayting. Telefon nomerim 99lik 669 99lik 669 93 40. 93 40 nomerda. Ismi Murodjon. Bir kunlik g'isht chiqarishimiz, quvvatimiz nechta chiqara olamiz? Hozirda asosan 2 kishi ishlayapmiz, 1000 donagacha chiqaryapmiz. Kuniga 1000 dona. 1000 dona. Agar hozir sezon boshlanmagani uchun unchalik Kamroq chiqarib turibmiz, ha? odamni ko'paytirsak 2000 tagacha chiqarsak bo'ladi. Ha, agar zakazlar ko'p bo'lsa 2000 tagacha bir kunda chiqarish mumkin, ha? Ha. Kurashayotganimiz ham yetarli. 6000 ta ish ketadi kurashayotganimizda. 6000 ta ish ketadi, ya? Ish ketadi. Xo'p, mana shunday sifatli, chiroyli shalaka bo'lak oluvchilar bo'lsa, hurmatli obunachilar, yurtdoshlar, Samarqand viloyati Og'daryo tumani Loy shaharchasiga kirishda zapravka orqasida, 2 zapravka yonida ishlab chiqarilmoqda. Lokatsiyasini ham Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Telefon nomeri aytib o'tdik, yana ham video so'ngiga pastiga yozib qo'yaman. Xudo xolasa chiroyligina qilib kelishtirib, chiroyli qilib, sifatli qilib aytgan nimangizda sement markasidan zakaz berib qo'yirish imkoni ham bor. Xo'p, sog' salomat bo'lasizlar aziz yurtdoshlar. Shuning bilan videomizni yakunlaymiz. Mayli jo'ra, sog'lik omonlikda sizga ham katta rahmat bergan ma'lumotlar uchun. Charchamang, ishlaring rivojini bersin. Mayli, biznomimizdan chiqqan kliplarga chiroyligina bu yog'ini sifatini ham, narxini ham kelishtirib, mayli, salomat bo'l jo'ra.